Har doim odam biron bir ish qilmoqchi bo'lganida doim qanaqadir muammolarga duch keladi. Psixologik tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu yerda eng asosiy muammo bu bosh miya faoliyatimizni to'g'ri diqqatga qarata olmayotganimiz. Chunki har bir qilayotgan ishimizda diqqatni to'g'ri jamlasagina kuchimizni, vaqtimizni, bilimimizni, harakatimizni to'g'ri yo'naltira olamiz. Bizni doim ota-onalarimiz yoshlikdan o'rgatib kelishgan, ko'p harakat qilish kerak, bitta paytda o'zi bir nechta ish qilish kerak, shunda muvaffaqiyatga erishasan, omadga erishish uchun bitta ish bilan cheklanib qolmaslik kerak va hokazo narsalar. Va bu narsa bizani ongimizga, o'zimizni holatimizga sinib ketgani uchun ham biz doim bitta paytda o'zida bir nechta ishlarni qilib natijaga erishishga harakat qilamiz. Aslida bu narsaning barchasi noto'g'ri. Chunki mana oddiy elementarni YouTube'da videolarni ko'rasiz, Instagram'da videolar, TikTok, Telegram, hamma joyda ma'lumotlar bor. Mana shu hamma joyda ma'lumotlar har xil bo'lgani uchun odamlarda hozirgi kunda men xohlayman, lekin nimani xohlayotganim anglolmayapman degan narsa keladi. Ya'ni bu "я хочу то, не знаю что" degani odam shu holatda chuqurlikka tushib ketishi oson bo'ladi. Har bir xohlayotgan narsangizni qanaqaligini diqqat bilan analiz, sintez qilibgina yo'nalsangizgina natijaga erishish mumkin. Odamlardagi asosiy muammolardan biri bu ular qanaqadir fikr keladi yoki biron bir narsani srazu xohlab qolishadi va ular shoshilinch bilan shu narsaga erish istaydi. Bu juda ham noto'g'ri. Bekordan bekor bizani hayotimizda eramizdan, do'da buvilarimiz paytidan rivojlanmagan, ya'ni har bir qilmoqchi bo'lgan narsamizga biz strategiya bilan, reja bilan, harakat bilan harakat qilsagina maqsadga erishamiz. Aynan biz xohladik, sraz o'sha narsani qilayotganimizda o'tda mayda detal narsalarni unutib qo'yishimiz mumkin yoki urg'u berishimiz kerak bo'lgan narsalar esimizdan chiqib qolishi mumkin va hokazo narsalar. Shuning uchun oddiy sotuvda biron bir ish qilmoqchimisiz? Hozir sotuvda reklamalar qanaqa ketyapti? Qaysi auditoriyani olmoqchisiz? Qaysi mahsulotga ishlab chiqarishga kuchli urg'u bermoqchisiz? Mana shu narsalarni qilishingiz sizni kelajakdagi qanaqa odam bo'lishingizga sababchi bo'ladi. Bu narsalarni hammasini agar siz diqqat bilan, qunt bilan, bosh miya faoliyati agar fikrlarni to'g'ri ajratish bilan aniqlab olsangiz, siz oldingizga strategiya qo'yib, men buni qilgim kelyapti yoki men bu narsaga erishishim kelyapti deb ayta olasiz. Hatto oldingizda qo'lingdan kelmaydi, erisha olmaysan deyishsa ham, siz ularga bemalol ishonch bilan ayta olasiz. Men xohladim, men qilaman deb. Ishonchi past bo'lgan inson, yo'q, bo'lmaydimi, o'xshamaydimi deb sal orqaga chekinadi. Shuning uchun doim biz xohlayotgan narsamizni birinchi miyamizda pishiramiz, undan keyin strategiya chiqaramiz, ana undan keyin uni amaliyotga qo'llaganda natijasini olsa bo'ladi. Va yana bu yerda bittasin aytaman, shoshilish kerak emas. Sabr bilan harakat qilgan inson doim natijaga erishadi. Biznes va psixologiyaga o'zini nazariyasini kirgizgan olim Filaretto Pareto shunaqa narsani yaratdiki, ya'ni siz biron bir ish qilgisi kelyaptimi? To'g'ri, biz tan olamiz, ayol sifatida, erkak sifatida ham hech qachon bitta paytda o'zida bir nechta narsaga diqqatni qaratib bo'lmaydi. Ammo uni nazariyasi bo'yicha diqqatingizni qaratishingiz kerakmi? Lekin hozir sizni diqqatingiz undan ham muhimroq narsada bo'lish kerak, demak uni yo'naltirish kerak. Agar har bitta qilmoqchi bo'lgan ishingizga men o'zim desangiz, sizda hech qanaqa natijalar chiqmaydi. Natijaga erishish uchun doim siz sizdan tashqari shu ishni olib keta oladigan, eplay oladigan insonlar bilan muloqot qilsangiz, xohlayotgan narsaga erish osonroq bo'ladi. Ya'ni u asosiy muammolarni o'zingiz hal qiling. Muammolar bo'lsa, agar uni siz ham hal qilinadigan ishlar bo'lsa, uni kimgadir yo'naltiring deb aytgan. Bu nimaga kerak? Agar inson ham o'zi ish qilib, ham natijaga chiqmoqchi bo'lsa, ham undan tashqari o'zini oilasi, ishi, boshqa narsasi bo'lsa, miyasi puf qilib, olov bo'lib, parlanib, portlab ketadi. Va bu narsalarda boshqa insonlar bilan kontakt qilish uchun biz doim muloqotga urg'u beramiz. Muloqot bu bizning eng zo'r vositamiz. U muloqot to'g'risi soatlab gaplashsa bo'ladi, chunki
har inson gaplashganida, muloqot qilib o'zini fikrini aytganda, u yanayam aniq xohlayotgan narsalarini tushunib oladi. U odam tushunishi shart emas, psixologik sir sifatida aytaman, tushunishi shart emas. Sizni o'zingiz gapirib, o'zingiz xohlayotgan narsani anglab olishingiz osonroq bo'ladi. Sahifamga obuna bo'ling va shunaqa ma'lumotlarni ko'pini eshitib boring.